Biorastushovka, halol rastushovka. Bu nima? Halol rastushovka, biorastushovka, permanent pudroviy rastushovka. Bularning hammasi bir xil bitta ish qilinadigan rastushovka va ninada ishlanadi. Halol rastushovkaga kelsak, bu temada bizga fatvo berilmagan. Biz fatvo bera olmaymiz. Boshqa texnikadagi rastushovkalarga kelsak, hammasi bir xil ninada dermani ustki qatlamiga ishlanadi. To'g'ri, oldin dermani juda ham chuqur qatlamiga tatuaj urilgan va u 15-20 yillab teridan umuman ketish imkoni bo'lmagan. Hozirgi rastushovkalar esa 1,5 yilda o'zini sifatini, rangini yo'qotadi. Ko'plab yangi masterlarimizda yangi texnika, yangi rastushovka apparatini sotib olishsa ham, uni ninasini, gradusini, chuqur yuzaligini to'g'ri tanlash olmayapti va kraska to'g'ri tanlash olmayapti. Shu sababli ko'p qoshlar halol deb ham, texnika deb ham juda ham chuqurga urib qo'yishyapti. Halol degani bu xuddi xinadek 6 kunda yo'q bo'lib ketish kerak. Masalan, nina bilan kiritilgan kraskalar 6 kunda yo'q bo'lib ketmaydi. Kamida 1 yilda yo'q bo'lib ketadi. Uning uchun master ninani to'g'ri gradusda urishni o'rganish kerak. To'g'ri kraska tanlashni bilish kerak. Noto'g'ri kraska ham qoshdan bir-bir rang ketmasligi mumkin. Xuddi tatuaj kabi. Ko'pchilikni rastushovkani nomlari qiynaydi. Men sizlarga buni qisqacha tushuntiraman. Biotexnika, pudroviy rastushovka, tenoviy rastushovka, permanentniy rastushovka. Bularni hammasini qiladigan ishi bitta rastushovka. Xuddi boshqa tillarda assalomu alaykum, здравствуйте, hello ma'nosi bitta salomlashishdir. Bizda ham rastushovkada xuddi shunaqa. Har xil nomlari bor, lekin qilinadigan ishi, texnikasi bir xil bo'ladi. Aziz ayollar, qoshingiz nafis bo'lsin va chiroyli bo'lsin. Men 10 yillik tajribaga ega master Namuna Qobilova sizni go'zalligingizga go'zallik qo'shishga va'da beraman.